Assalomu alaykum. Bugun Metan serisi obunachiları. Bugun servisimizde avtomobillar bilan bir qator tanishtirib o'taman. Propan zapravkalar necha so'mdan tushadi, nechalik balon qo'ysangiz necha kilometr yuriydi, MCM Cobalt 3-pokoleniya qo'ysa bo'ladimi, yo qo'yib qo'ymaymi, 4-pokoleniya qo'ysa bo'ladimi? Shu haqida bir qator bir gaplashib o'tsak, nima deysizlar? Tak, hozirgi tanishtirib o'tadigan avtomobillarimiz Chery Tiggo 7 Pro. 7 Pro'ning o'zi 1.5 motor. Propan uстановка halinde jarayoni bor. Tak, Tracker 2 avtomobili. Bunga propan uстановка ham xudo xolasa tayyor bo'ldi. Zapaskani o'rnidan 48 litlik balon, turetskiy balonlar bilan telarni shuncha qilgan holda uстановkalarni bo'lib berdik. 48 litlik balona 40 litr gaz положенный, ya'ni 80% gaz sasangiz положенный o'zi. Propana 40 litr gaz sasangiz shaharning ichida 350 dan 450-500 km adam Tracker 2 avtomobillar bugungi kunda yurib turibdi. Propanimiz 6,5 ming so'm o'ynab turibdi. O'rtacha sredniy 6 ming so'mdan olganda 40 litr gazingiz 240 ming so'm bo'ladi. 240 ming so'm bilan 350 dan 500 adam Tracker 2 avtomobillar bugungi kunda yurib turibdi. Filtrlarini har 10 ming 15 mingdan tozalab turasiz. Filtr xizmatlari uning ko'p bo'lib bormaydi. Примерно bir 100 ming so'm, 80 ming so'm atrofida bo'lib boradi. Chery Tiggo 7 Pro avtomobil. Bu avtomobilimiz 61 litrlik, xudo xolasa. Zapaskani o'rnidan turetskiy balonlar bilan uстановкаларni qilib beramiz. Telarni ham shumkalarni qilib beramiz. Shumka xizmati отдельный 150 ming so'm bo'ladi. Под kapot qismına keladigan bo'lsak, hali bu avtomobilimiz boshlanmadi. Endi boshlaymiz, xudo xolasa. Tayyor bo'lgan avtomobilimiz Tracker 2 avtomobil. 3 portion, 3 silindr bo'ladi. Polskiy, italyanskiy aralash оборудованиялар bilan uстановка qilganmiz. Reduktori italyanskiy variant oladi. Nordik italyanskiy reduktor. Hech chiqarmaslik uchun hamma o'qini fagmin shlankalar, injektor, kompyuterlari bilan uстановка qilingan spetsialniy turbina avtomobillari ichki оборудование qo'yiladigan bo'lsa, shu оборудованиyalardan birisi hisoblanadi. Uстановка jarayonini ko'rib, yoqqansa bir like bosib qo'yasizlar. Shu xoding like, podpiska so'ramanmi? Podpiska bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, kanalimizda har xil mashinalardan birdan videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Beksat turqani Cobalt MCM metan uстановка qilinib turibdi. Xudo xolasa, zavodskiy postavkalar bilan uстановкаларni qilib beramiz. Uстановкаning ichine ugonnik postavka kiritiladi. Zavodskiy postavka qo'yaman desangiz 200 ming so'm razницasi bor. Ko'p klientimiz bilmaydi, ko'p klientimiz biladi vaqtida. MCM Cobalt'lara 3-pokoleniya qo'yib berasizlarmi deb ko'p odam so'raydi. 3-pokoleniya qo'yib bera olmaymiz. Qo'yib bilamiz, lekin garantiya bermaymiz-da. Ashirba. Shuning uchun qo'yimiz deymiz so'ragan klientlar. Bir ikki klientlar boshqa yerda qo'ydirib, telefon turtdilar hozir ham. 3-pokoleniya qo'ydirdim, yuritib bilasizlarmi deb telefon turgan klientlar bor. Shuning uchun maslahat bermayman. 3-pokoleniya qo'yishni, 4-pokoleniya qo'ying. 150-160 million so'm mashina tursiz, 1 million 1,5 million so'm. 3-pokoleniya bilan 4-pokoleniya razницasi o'zi. Yaxshi qo'yib hazrat paydang. Bu avtomobilimiz MCM variantda bo'ladi. 90 litrlik balon bugungi kunda 200-220 km shaharning ichida bemalol yurib turibdi. 90 litrlik balonimiz 90 ming 100 ming so'm bilan bo'ladi, xudo xolasa. Lab avtomobilni 2 dan 30 litrlik qo'ysangiz mashina olib turadi. Benzin bakingiz, zapaskangiz joyida turadi. 65 lik qo'yib bering deb ko'p klientimiz so'raydi. 65 lik ham hozir biz uстановка qilmaymiz, to'g'risi. Benzin bakini ko'chirish kerak. Zapaskani boshqa yerlarga передеркаsh kerak. U kallar ko'payib ketadi-da. Shuncha 2 dan 30 litrlik qo'ysangiz hamma joy zavodskiy o'zini joyida turadi. 2 dan 30 litrligingiz 60 lik balon bo'ladi. 60 lik balon bilan 180 dan 240 kilometrdan yurib turgan mijozlarimiz bor. 60 lik balonimiz 60 ming, 70 ming var, maksimum 80 ming so'm atrofida bo'lib boradi. Pastda Telegram nomerlarini yozib qoldiramiz. Lokatsiyada yozib bersangiz, lokatsiya tashlab beramiz, xudo xolasa.